Yaponiyalik olimlarning hayratlanarli tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, bu modda mevalar ichida faqatgina anjirda mavjud. Biroq uning to'liq kuch bilan ishlashi uchun anjirni zaytun bilan birga iste'mol qilish zarur ekan. Olimlar xulosasiga ko'ra, bitta anjirga 7 ta zaytunni qo'shib yeyish natijasida ushbu mo'jizaviy modda hosil bo'ladi. Subhanalloh. Qur'oni Karimda ham anjir so'zi robba rosa 1 marta, zaytun so'zi esa aynan 7 marta zikr qilingan. Shifokorlarning ta'kidlashicha, bu ikki mevani qo'shib yeyish qondagi xolesterinni kamaytiradi va qonni suyultiradi. Tarkibidagi fitsin fermenti tufayli tromblar hosil bo'lishining oldini oladi. Qarilik alomatlarini sekinlashtirib, tanaga yuksak quvvat bag'ishlaydi. Yurak va jigarni baquvvat qiladi, hatto saraton hujayralari rivojlanishini to'xtatadi. Buyuk bobomiz Ibn Sino ham anjirni yurak o'ynashi va jigar xastaliklariga qarshi bosh davo sifatida qo'llagan. Uzoq muddatdan buyon farzand kutayotgan tirnoqqa zor azizlar, bu siz uchun ajoyib xushxabardir. Anjir va zaytun mevalarini Qur'on madh etgani, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maqtaganlari uchun ham tanovul qiling. Sarvari koinotning sunnatlariga ergashing va dilingiz tubidagi iltijolarni Allohdan so'rang.